2. qism. Avut aka piyalını qo'liga olgancha ko'pildirib o'tlayapti. Ussab aran turib ekansa ha Avutka. Necha vaqtni yoqi Tursun xocham ishkil qo'ymabdi-da. Turabjon yana bir piyala quyib jimmida o'tirgan Qodijonga tamom. Kam Qodijo. Mening ko'nglim. Ran o'tlab qo'ya. Qodirjon qarayotgan telefondan beshini ko'tarib. Turabjon aka, men aroq ichib baxmabdi ekanman. Shunga ichmasam bo'ladimi? Vay Qodijo akam. Xotin kishidek nazlanib o'ttamay, hurmatini qilib tanlagandan keyin vachchida olamiz deyman. Shu Turabga bo'ldi qilmaylimi Turabjon akam? Qiz boldek qizirib ketdi ya bu bola. Endi yilman bo'lg'il turgan o'xshaydi. Yili qizirib qolsa yana bormi aka deb ichidi. Qandaq dedim Qodijo akam? Maqli. Undaq desanglar bir piyolam ichayamsa. Am andaroq yaqinmamsi deyman. Birinchisi bo'lgandan keyin ikkinchisi bo'ladi. Uchinchisi bo'lgandan keyin to'rtinchisi bo'ladi ekan. Ale? Qodirjon o'ziga tanlangan bir piyola aroqni ko'pida o'tlayapti. Ochiq qaroq gilini ichishtirib o'tib ketdi. Arqa-arqadan 2 romkadan ichishdi. So'rindikilar xili qizib qolgan bo'lib, ichilib parang'i tushib ketgan edi. Turabjon ig'iz ochdi. Avutka, senmi yosh vaqtingda ish ko'rgan odam? Yosh vaqtingda bo'lgan ishlardan birashkin so'zlab bermamsa? Shuni deyman. Avutka, men malda olmasda bormi? Qodirjon akam, senmi bormi-da? Seni yo'q o'xshaydi debdiman. Mana gaqib o'tdi deyman. Olmasdaning deb chiqib qoldi. Fuko, bak qiziq bir hikoya bor edi. Oshini so'zlab beraymi? Beshimdan o'tgan rost ishlar ma'vu. Mening akam Ahmadning olmos chaplashib o'lib ketganini bilmaysizlar haqiqatan. Bundaq ishlar bo'lgandigina aka. Gapning qiziqi endi chiqyotamdi nima? So'zli aka. Dep gelsem fukular, gapchiq. Yosh vaqtida kishi nima ishlarni qilmaydi deysizlar. Yosh vaqtimizda akammi, menmi o'yin tomosha desa, yonmaydigan, jidal desa, osmonga pichoq atadigan balla edi. Bir kuni kechsi, nimasi nim bo'lgan, uyqum ichilib ketib, eshakning o'quriga qarab baqqili chiqib qopdim emasmi? Qarasam, o'qur qup-quruq. Şunun bilen saman algını samanlık çıkıp kaldım. Kolumda sus yoruyduğum maylık çırak var. İşikni şundak içişimni bileme. Samanlıkta iki kölenginin bomdaklaşıp eşk piçektek çırmışıp gitip bargınını görüp kaldım da. Ma kerametini dep ol çırakını şundak yüzügü tutsam. Bunun birisi akam Ahmetken emesma. Şunun bilen gap qilmay tushib ketib, buni qilib yurganlarga achchig'im kelib, eshakni toza tillabdimi? Badadingni eshakdan apsandigina. Ahmad akammo bo'shikdilli buzilibdi ekan. Ha, oxirchi. Tuta aka, gap qilaverib gilongmi qurib ketdi. Men birini o'tlab o'tib, andan oxirini. Avutkam aroqni ko'tarib yotgandan keyin gapini davomlashtirdi. Bir necha kundan keyin men akamdan shu kunki ishni ko'chilab so'rdi. Akam hech xijil bo'lish yo'q, nayt xo'shal oldi so'zlab ketdi. Bu cho'kanning ismi Zoirxon. Qara. Bir oqshimi ichim pushib bog'chining oldida tursam, bir yosh cho'kan uchrab qoldi degina. U cho'kanni bir indak keltiray deb birdan gapsab yurdim. Cho'kanmi ancha tatib yurmaydi indak keldi. Shuning bilan u cho'kanni bila elib mangdim. Kechida nega kelib boraman? Yani chiqarsam bir pun yo'q. Bishim qitib bizning mahallaga kelib chiqdim.
Uyga ilib kirgili bo'lamdi deysa, shuning bilan kecha shu zo'rxon yoqda tunab chiqdim. To deyman. U cho'kanning ismi Zo'rxon ekan. Zo'rxon odamga yipishib turadigan, mehri issiq, badanimi to'lgan cho'kan ekan. Shu cho'kanga mehrim tushib qoldi. Shuning bilan bir necha oy bo'ldi. Mushundaq so'rishib yuryapmiz-ku. Qanday qilamiz ukam? Yoshliqkan. Endi birisi ko'yib boqmasang bilmaysa. Men shu cho'kanga oshiq bo'lib qoldim qara. Davomli ko'gim kapli turdi ukam. Akamning gaplaridan qaraganda Zo'rxonga rostilla oshiq bo'lib qolgan edi. Keyin akamga nima ish bo'ldi? Aroq chiqib ko'nib oldi. Kech-kechalab uyga kirmaydigan. Kirsimi tong otqucha Zo'rxon deb jo'ylaydigan. Jo'ylib talog'i chiqib ketadigan bo'lib qoldi. Buni ko'rib cho'nglar akamni Zo'rxon suratlik olvasti choplashyapti dedi. Qilmag'inimiz qolmadi. Kunduzi sapsaq, kechsila undarab chiqib ketdi. Akam kunduzi saq. Saq vaqtida buning sababini so'radi. Shu Zo'rxonning ishi bo'lmamdi ukam. Zo'rxonga shundoq ko'ygandim. U vafosizlik qilib meni tashlab ketdi. Men bu alamga chidamay qilyapman. Bir kechasi g'arq mas bo'lib uyga mang'inimni bilaman. Yodim o'tanmay, hili qirisida ostida uxlab qoptiman. Bir vaqtda yaning ostidan anglangandek bir ovoz anglandi. Amat, men keldim, ko'zingni och. Bu ovozni anglab, ko'zimni asta assam, atrof qop-qorong'u, hech nima ko'rinmaydi. Nereden chiqqan ovoz keyin deb atrofga sap soldim. Yana jimjit. Biroz ang'ib turib qoptiman. Ko'zing ko'ramas-tu? Meni ko'mayaptamsan, men ustingda. Ishtikli bishimni ko'tarib qarasam, sidining shixida Zo'rxon o'ltirdi. Maslikimda ko'zimga shundoq ko'rinayotgan o'xshaydi deb ko'zlarimni uvlitib, uning teximni sapsilib qaradim. U rostli Zo'rxonda. Sen meni tashlab yurtingga ketganding-ku. Bu yerda nima ish qilyapsan Zo'rxon? deb so'radim hayronlikda. Menga nimishqa ishonmaydigansan, Amitim. Seni tashlab ketmadim. Yurtimni, ota-onamni ko'rib kelay deb ketdim. Ketganim bilan harcha xiyolim sendan ketmadi. Ko'nglimni utyapsan. Sana chidamay qaytib keldim-ku mana. Chidamay degan. Shundoq chidamaydigan bir yerlarimiz bor-da bizning. Undoq chidamagan odam daraxtning ustiga nimaga chiqib olding? Tushamisi pastga? Ma'qul, yeningga hozir tushay. U shundoq debli daraxtdan to'kilgan g'azondek yengil laylab tushdi. Men hayronlikda Zo'rxonga tikilib qaradim. U bugun alomat chiroyli bo'lib ketgan edi. Buloqdek ko'zlari valildab chaqnab, mang'izlari anordek qizargan edi. To'lgan badani meni o'ziga tortib turardi. Men uning go'zal ruxsaridan masxush bo'lib, uning bo'yniga gira solmoqchi bo'lib, qo'limni uzatdim. U o'zini mendan qochuvdi. Voy, bu yerda sat turdi. Boshqa bir joyda, ha? O'z vaqtida ajab sat turmaydi. Endi sat turdigan bo'lib qoldimi? O'xshamaydi, yura, boshqa joyga ketaylik. U shundoq deb yana yengil paydak oldimda yurib ketdi. Uning orqasidan agishyapman. Sal yetishib bo'lamog'idek bo'lsam, u Amitim, mana men tezroq bo'lmamsa deb qo'yatdi. Men uning qanchalik vaqt agishib mangdim keyin tong bir vaqt qarasam, notonishli bir yerga borib qoptiman. Shu kechidan buyon Zo'rxon har kechasi meni izlab keladi. Amat. Darvoza oldida ismimni to'g'lab eshikni qoqidi. Anlamsam, o'ziga chalin tashlaydi qara. Men darvozadan chiqib, uning qarasamla, uning go'zal jamoli meni mas qilib,
O'zimni bilmay uningga agishib, har taraflarga agishib ketib qoldi ekanman. Ukam, bu nima ish? Menmi bilmadim. Akam so'zlarini tugatdi. Men bu ishlarga rostla hayron bo'lib qolgan edim. Hem akamning hozirgi holiga ichinib o'tdim. Akam bir yilgacha ashundoq dishvorchiliklarni tortib, oxir bir qishda Qochqulga tushib ketib, muzlab o'lib ketdi. Mağamı ne çıktım uçurab qaldı degine bu alvastılar. Köprek öçkinin, toğunun, müşkünün sürtülü kelidike. Keçkiçe arkandan əgişi ölüp, seni avar kılgan. Bazıda çıraylı kızdan siyakıdı kelip, seni azdır diken. Şununla əgişip ketip kalı diken sen. Gündüzü karısan, özünü nelerde görür diken sen. Sözlep gelsem, bu doğrusunu gapchiq fuka. Avutkan bilan Turapchan ikkalan shu tariqada xeyli bir vaqtlargacha necha botilkini quruqdab ichishgach, nurg'un paranglarni qilishib chiqdi. Qodirjon bo'lsa 4-piyaldala ishi piqirab, karvat qiyisib, Avutkan degan gaplarni tushida ko'rgandek anglatdi. Qanchalik vaqt o'tgani noma'lum. Bir vaqtda Avutkan beshini ko'tarib atrofga sap soldi. Bu vaqtda Turapchanmi allaburun uyga kirib ketgan. Qodirjon bo'lsa karvatda uxlayotdi. O'choqdagi o't allaburun o'chib qolgan. O'choq yonida o'tinni tugigan. Buni ko'rgan Avutkan Qodirjonni uyg'otmoqchi bo'lib chaqirdi. Qodijon! Ey Qodijon! Qo'pa, o'tin tugabdi, yog'i tushib o'tin tepib chiqayli. Avutkan uni qattiq bir silkib shundoq dedi. Xafa bo'lmay bir qo'pib beram la, o'tin tepib keldi. Avutkan har xil ta'nlarni qilib, xil haplashib, oxiri uyg'otdi. Ikkalan bir o'tin tepib kelishga mo'ndi. Qo'l chirog'ning sus nuri atrofni quva yo'ritib turadi. Yadonliq qop-qorong'u bo'lib, kishiga sirliq tus beradi. Avutkan bundaq ishlarga ko'nib ketganmi, parvosizlarcha cho'ng qadam ilib ketib boradi. Qodirjon bo'lsa, cho'ng bo'lgandan beri kechisi yodi mingib boqmag'achqa ichiga bir xil ansizlik tushib Ya tarafdan har xil ovozlar kelib turadi. Qaysidir bir qushning ichinishli sayrashlari, yana birisining qanot qaqqanga o'xshash chiqargan ovozlari. Uningdan boshqa bilgilim bo'lmaydigan hayvonlarning vulashlari, chiyqirashlari Qodirjonning yuragini köp so'qtirib, o'zining yurak so'qishini o'ziga anglatib turadi. Qodirjon ichida Avut akini nechimon fullab o'ldirdi. Qo'rqmagan degan o'z yolg'iz akasi bo'ladi o'tinni. Meni agashtirib olmay, yo oldirmay maqmaydi, yo oldimda saqlab turmay. Bu qeri. O tezroq mingib Avutkamga yetishib olmoqchi bo'ldi. Lekin u bir narsaga putilishib yiqilib tushdi. Yerga yiqilishi bilanla yenidan paloq-puluq qilgan ovoz chiqib, Qodirjonni cho'chitib etdi. Appa, alvasti! O shundoq debla orqasiga o'rilib qichiq tamshaldi. Ittik bo'la, Qodirjon. Qirg'ovulkan u, qo'rqmayman. Qichiqqa tamshalgan Qodirjon yana amalsiz Avutkamning orqadan minishga boshladi. Bir yerlarga borganda Avut aka qurib qolgan yo'g'on bir pul yog'ochni Qodirjonga tutqizib. Sen mavni elib mangash turgan. Men yana azroq elib boray. Ko'proq elib bormasak, at degangacha yetmaydi. Men orqangdan boraman.